Lekin afsusdeni qilmaymiz. Afsusdeni qilmasa bo'lmaydimi? Alloh sizlarni iqliminglar o'zgarib ketibdi-yu. Ana testosteron bilan qonuniy ajrashdinglarmi deyman-da. Hozir ambulatoriyaga admin qilib, yo'qol ko'zingni o'laymi o'lgurlar. Yaxshi ham ikkinchi jahon urushida qatnashganlar senlar ko'rmadi. Otishtaja, hayvonlar! Otalari Amir Tarag'ay, onalari Takina Xotun. Voy, malades, kitob o'qiydigan yoshlar ham bor ekan-a? Bilasizmi, rais buva? Amir Temur Xitoyga yurish boshlayotgan paytida vafot etgan ekan. Ya, otangizga rahmat. Borib aytib qo'yasiz-a? Xo'p bo'ladi. Yaxshi o'qing. Ha. Ko'z tegmasin, mahallamiz juda chiroyli. Bir ikkita darmetlar hisobga olmaganda. Jiddiy yotib dam olay. Rais bova, mash sassiq ko'rpaning tagidan turdi-ani, hazra harakatga keng. Ichish-pichish, chakish-pakish, g'iybat yig'ishtiring, qizlar yig'ishtiring, oraq-paraq yig'ishtiring. Ertadan boshlab o'zingizga mahkam bo'lib tirnirabgani bosing. Shu mahallada